Hammaga salom. Bugun maqtanadigan narsa emas, aslida maqtanishga arzigulik narsa emas, bilasizlarmi nima? Hozir buni ham nimaligini aytaman. Bu что такое? Bu iPhone'imning ekrani. Eski ekrani. Buni bugun almashtirdik. Bu yangi ekranni ustidagi klyonkasi. Tushunchami telefonni? Da. Nima bo'ladi bu telefonga deydigan bo'lsanglar, ekran hech nima qilmagandi, prosta ana kuni shoshilib ketayotganimizda zaryadkaga qo'ygandim. Keyin o'g'lim eshikni ting qilib ochib yopdi-da. Eshik orqasida zaryadkada turganda iPhone toqqat yerga tushsa bo'ladimi? Biz yerimiz pol emas, beton, ustidan kafel terganmiz. Mana shunaqasiga shunday palosa tushdi, shuncha yashil chiziq palosa bo'lib qoldi. Taxminan 2 hafta shunaqa telefonda yurdim. 2 hafta yurdim shunaqasi. Keyin mana bugunga nasib qilgan ekan. Mana bugun alishtirdik ekranni. Nima deb o'ylaysizlar, bu originalmi yoki podelkami? Ya'ni Xitoymi yoki originalmi?